chegini chopdi. Hazrat Amir Alisher Navoiy Janob Olilar Alloh ruhlarini shod etsin. Makkaga boraman deb juda ko'p safarga chiqaman deganda davlat ishi bilan bo'lib bora olmaganlar. 30 yil shu Husayn Bayqaroni yonida eng yaqin odami bo'lib, Husayn Bayqaroni ishlarini oldin shu odam qilib turganlar. Bu hali kitoblarda Husayn Bayqaroni bu kishiga qarshi qilib qo'yganlar. Unaqa emas birodarlar. Ular eng yaqin do'st bo'lganlar. Shuning uchun Ka'bani ziyoratiga boraman, Makkaga boraman deb shuncha harakat qilgan bo'lmagan, iloji bo'lmagan, davlat ishi bilan bo'lib bora olmaganlar. Shuning uchun ko'yining ehromini haligi bormoqchi bo'lyapti, lekin iloji bo'lmayapti. Shu gapni aytyapti.